Qonunchilik savdoga foizlarsiz uy xarid qilmoqchimisiz? Naqd kreditda bu savdo xonasining ro'parasida to'lov ma'lumotini oydinroq beradi. Qani ketdik. To'liq pishig'ishdan qurilgan IKAT kompaniyasining Safo loyihasida turibmiz. Bu loyihamiz 6 etajli domdan iborat. Domlarimiz 77 kvadratdan 143 kvadratdan boshlanadi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, agar siz bosh to'lovga 20% to'lov qilib qolganini rasurcha qiladigan bo'lsak, sizga 1 kvadrat metri 7,5 million so'mdan tushadi. Agar 30% to'lov qilib qolganini bo'lib to'lashga olsangiz, sizga 1 kvadrat metr 7 milliondan tushadi. Agar 50% to'lov qiladigan bo'lsangiz, sizga 6,5 milliondan tushadi, ya'ni 1 kvadrat metri. Agar 100% to'lov qilib xonadon xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga kvadrat metri, ya'ni 1 kvadrat metri 6 million so'mdan tushadi. Xo'p, bu uyimiz sharoitlari patkulich holatda bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Abo'ylar qilingan, laminatlar qilingan, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Atapleniya hamda katyol xizmatlari jihozlangan, bemalol foydalanishingiz mumkin. To'liq lakasini hozir sizlarga tushuntirib beramiz. Qani ketdik. Manziliga keladigan bo'lsa, Farg'ona shahri Kirgili mavzusidagi Visol to'yxonasi ro'parasida shunda 6 etajli domlar bo'ladi. Safo loyihamizda eng qulayli tomoni lift xizmatlarigacha bor. Ko'rganingizdek sharoitlari o'ta ham go'zal. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bu videoni shahardan, sentrdan dom olaman degan tanishingizga jo'natib qo'ying. Albatta sizni kutib qolamiz.